Hurmatli obunachilar, bugun havo kunduz kuni qor yog'di, to'proq yog'di. Shunga kechga chiqdik mana ishlagani. Hovlilarni so'raganlaringizga, hovlilar sezoni bo'lgani uchun yaxshi hovlilar qidirib yuribmiz. Mana shu hovlimiz sotuvda. Adresi bilan aytib o'taman. Davlat xizmati ro'parasida joylashgan mahallamiz. Hovlini birgalikda obzor qilamiz. Mana kirishimiz fasadi. Zilyon zonasi ham bor. 24 soat keladi. Suvdan muammo yo'q, gaz svetdan. Mana kirish darvozamiz. Tipalarni mana tunka holda qilingan ekan. Birinchi bor mehmonxonamiz. Xonamizda mana zapchas egalari zapcha sotadigan sklatda qilib turibdilar, lekin ne taxlab qo'ysa ozgina mehr bersa, chiroyli bo'lib qoladi. Yaxta ikkita xonamiz bor, ammoydan qilib qo'yilgan akkuratni. Yotoqxonamiz. Bu ikkita xonamiz yangi qurilgan bu. Ichiga yotoqxona bilan sanuzillari ham bor. Akkurat remont qilib qo'yilgan. Отопление tizimlari ham mana ekan, ekonomik qo'yilgan ekan. Gazni kam miqdorda iste'mol qiladi. Yana xonamiz bu yerda. Oshxonamizda mana tapchanchalik akkurat qilib qo'yilgan. O'rtoqtalik qilib qo'yilgan ekan. Podval ham mavjud ekan bu yerda. Xo'p, bu yer hammomimiz, kladovkamiz, hojatxonamiz, turniyimiz, mana aka akkuratni komplektni hovlicha. Zilon zonachalar ham akkurat qilib qo'yilgan ekan. Akkuratni o'rnatib ketilgan ekan. Bu esa hovlimiz old sutiga joylashgan. 5 ta xonadan iborat. Narxi startli 18 ming so'ralibdi. O'tayotgan joyi bor. Real nolatga real narxda deb pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasiz.